aylanas uni şu hücanan menin kimdi hacru andı hüdirlan ağzına canım menin kimdi hacru andı hüdirlan ağzına canım menin öldürüp taşlar köyge ahvalama itleri tırnağı yanıp silkinama itleri tırnağı yanıp silkinama Vujudi yer hayollari ko'k bo'lib, yashar qalbi yer shariga o'q bo'lib, yashil chiziq o'tgan alvon tug' bo'lib, hilpiraydi shon sharafi o'zbekning. Yoshi o'tar baland tog'lar qarimas, suv oqar zo'r daryolar qurimas, uydan aziz mehmonlari arimas, ochiq diyor dasturxoni o'zbekning. O'zbekistonlik hofizlar aytayotgan qo'shiq ashulalarni bosh chayqab tinglayotgan qirg'iz qondoshlarimizga hazillashamiz. Sizlarning baxshi jirovlaringizdan o'tadi-yu, tushunyapsizlarmi ishqilib? Ne deganingiz bu? Bir yerda yashab, bir tuproqda tushunmasak jamon bo'lar o'yinim deb qo'yadi otaxonlardan biri va gurungni o'zi davom ettiradi. Mana O'zbekistonning katta bayramining oldida arafasi bo'lib, bizga bu yerda Tajik, Qirg'iz bordig'imiz bir işte bir millet elimiz bir, yerimiz bir, suvumuz bir, bizden bardık ülp adatımız, bazarımız bir. Şunun için ben aytar sözüm ki biz Tajik, Özbek, Kırgız bolup bir kişidey bolup yaşap, ıntımaktı bolup biz baldarımızga, yanımığın ösüp atkan baldarımızga yaxşı adapte şunday birbirimizni çakıra turgan, mektepnin baldarını çakırıp birbiriminden dostlaşıp daima ıntımak bolup yürüyüşünü qalayman. Bundan bu yakadağış yaxşı olup, mana şu birbirine münasada, birbirini çakırıp, mana şunday sıylaşıp, bardığın neşeleri kılar degen ümitçemin, biroq gözüm yeder şunday bulur. Mana bizden şu zamanımız yaxşı boluptur ki, birinci Özbekistan müstakil bo'lganiga bu yil 11 yıllık nemeside Qariyallar yılı deb jariyalagan eken. Şu Qariyallar yılıga mana yaxşı toylardı qılıp atat. Mana toyga çakırgan eken, biz Soq tumanının nemeleri çakırışan eken, şuga kel aksakaldары, şuga kel mana toydun üstüde oturabız.
shu to'ydagi bergan nozik ne'mat, mana shu yaxshi ne'matlarni ko'rib, shularni nima qilib rahmat aytgimiz keladi. Shu Batken oblastından kelgan qariyalarning atidan, jana o'zimning atimdan shu So'x tumanining qariyalarga sog' salomatlik tilaymiz. O'zbekistonning misali prezidentimiz Karimovga sog' salomatlik tilaymiz. Qolgan boshqa butun bardiq ellariga sog' salomatlik tilaymiz. Shu bizning qirg'izlar bilan o'zbeklar, mana So'xdan nima tojiklar doim qarim qatnash bo'lib kelganmiz, bir-birimiz bilan aloqada bo'lganmiz. Biz doim bozorga shu So'x tumanidagi bozorga kelamiz. Bundan bu yoqdagi yaxshi bo'lib, Jashlardagi yaxshi bo'lib, bir-birimiz bilan munosib muomalada yurib, yaxshi zamonni kutaveraylik. Zamonimiz tinch bo'lsin, osmonimiz ochiq bo'lsin doim. Bir qarashdamizni ham tilloga o'xshash rangi bor. Bir qarashdamizni ham tilloga o'xshash rangi bor. Bizning ammo boshqa-yu, tilloni boshqa narxi bor. Bizning ammo boshqa-yu, tilloni boshqa narxi bor. Tilga oldim rangi bir, turli buyumli boisi. Tilga oldim rangi bir, turli buyumli boisi. Misal tilla misali, odamdan odam farqi bor. Misal tilla misali, odamdan odam farqi bor. Çiçeğin bozkanda ham gitmeydi altından cilam. Çiçeğin bozkanda ham gitmeydi altından cilam. Altın adamlar ham kalbide aptal var. Altın adamlar ham kalbide aptal var. Hiç kim saçın ziynet demez. Bir gün ahır aynı gel, cismi de müslim talhba. Sakla vicdanını, hafız sabırlık bilen. Sakla vicdanını, hafız sabırlık bilen. Her kişinin yılda oz, namiye layık şerhi var. Her kişinin yılda oz, namiye layık şerhi var.
bir qarashda bizni ham tilloga o'xshash rangi bor bir qarashda bizni ham tilloga o'xshash rangi bor bizning ammo boshqa-yu tilloni boshqa tarixi bor bizning ammo boshqa-yu tilloni boshqa tarixi bor biz kelin qilamiz, qiz beramiz, bordi keldimiz bor, isfara bilan suxda hech qanday bir-biriga ayirmachilik yo'q. Biz yaxshi yashaymiz. Suximiz mana necha yildan beri kelib ketamiz. Yilga obod bo'lyapti. Mana bu Ko'rdilarizmi bugun? Ha? Hamma shu obodchiliklarni ko'rdilarizmi? Ko'rdim, ham obodni mana mel kombinat bo'libdi. Bu yerda больница bo'libdi, yo'llarni qurib, yaxshi yo'llarni asfalt qilishyapti. Ko'priklar bo'lyapti. Yo'llarda ikki tomonni ko'rib keldik. Hammasiga magazinlar ish qilib, toza ham obodongarchilik bundan 3-4 yil ilgariga qaraganda toza oshib ketibdi. Barcha o'zbek xalqini, barcha So'x xalqini, Isfara shahri xalqidan, Isfara rayonlari xalqidan, Tojikiston nomidan shu bayramlaringiz bilan tabriklayman. Yuzga kiringlar. Vatan obod bo'lyapti, yana obodroq bo'laversin, do'stlik buzilmasin. 11 yil ichida bizni o'zimizni bilib shu tuman birinchidan tashkil bo'ldi. So'x tumani yo'q edi. Shu mustaqillikdan keyin tashkil bo'lib, mana shuning natijasida bir qancha o'zgarishlar bir misli ko'rilmagan. Mana bitta zavodda o'zi 10 ishlab chiqaradigan zavod So'xda tarixida yo'q edi. Bu ishlab chiqardi. Mana neftni chetda to'plab olib kelib tarqatyapmiz. Va qolaversa mana katta magazinlar qurildi, katta yo'llar, ko'priklar qurildi. Mana bu mazorga o'xshagan, G'aznobdagi mazorimizga o'xshagan mana shu qariyalarni dam oladigan joylari qulayotgani bu albatta xalqimizni naqadar bundan xursandligi, o'zini ishga berilganligi, mana shundan mustaqillikdan naqadar bizga o'zimiz uchun qilayotgan ishimizdan o'zimiz bahra topganimizni bildiramiz. Mana shunday mana shu katta mamlakat miqyosidagi tadbirlarda qatnashganimizdan biz juda ham xursandmiz. Sababi mana shu yerda qatnashgan Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston vakillari borib o'z joylarida masalan aytishadi. So'x degan joyda mana shunaqa ajoyib tadbir o'tkazildi. Xalqlarning do'stligini mustahkamlash uchun katta xizmat qiladigan bir ajoyib tadbir o'tkazildi deb borib aytishiga men aminman. Bu albatta bizning do'stligimizni, birodarligimizni mustahkamlaydigan bitta aniq bir maqsad sari yo'naltirilgan bir ish deb bilaman. Men o'zim qirg'izman, albatta So'xda o'qib o'sganman, shu yerda mana tojik maktabini bitirganman. Oliy ma'lumotni Samarqand davlat universitetida olganman. Men shu yerda o'qib o'sib, masalan, ulg'ayib, bola chaqalik bo'lib yurganimdan men baxtliman.
neçe gündüz yol yüreğim atarım. Tüm yolu kandan soranlar ahtarım. Yol demez yanlar kuruyor bana Uznu kanar yan yakurangar mahakari Aktarip yusu ayamın Kayda kanal bildilanlar amini O'zbekistonda yashayotgan har bir millat va elat uchun bab-baravar ulug' va aziz bayram sifatida nishonlanayotgan qutlug' kun arafasida o'tkazilgan bu kechaning ruhi va shukuhi ham hammaning ko'nglini osmonday ko'tardi. Chunki shu kuni xalqimizning azaliy udumlariga binoan katta to'yga kelganlarga to'nlar kiydirildi. Turli sovg'alar ulashildi. Eng quvonchlisi, prezidentimiz tomonidan istiqlolimizning 11-yili mamlakatimizda qariyalarni qadrlash yili deb e'lon qilinganligi bois tog'li suhda o'tgan bu tantanalarda qo'shni 3 respublikaning eng obro'li va nuroniy keksalariga alohida izzat ikrom ko'rsatildi. Suhda tong ham ertaroq otib, quyosh ham ertaroq botishini ko'rgan, kuzatgan mehmonlarning bir-birlari bilan hech xayrlashgilari kelmasdi. Vaqt bilan hisoblashadigan ayrim sheriklarimiz tantana tashabbuskori Farg'ona viloyati Oqsoqollar kengashi va mahalla jamg'armasi raisi Tolibjon Hafizovga sekin qo'llaridagi soatlarini ko'rsatib ishora qilishadi. Uni bo'lsa goh qirg'iz birodarlar, goh tojikistonlik mehmonlar yoniga chorlashib, qani endi mikrofonni olib, mezbonlarni bizlarning ulug' to'ylarimizga chorlaysiz deb tayinlashdi. Xullas, ertalab boshlangan tantanali kecha shomga yaqin tugadi. Haqiqiy do'st va yoronlar, qon qardoshlar to'yiga aylangan bu bayram kechasining mehmon va mezbonlari quchoq ochib xayrlashdilar. Vatan